Hürmetli vatandaş, endi ikkinchilik ishimizni boshlaymiz. Bugungi islaga 2024-yil 5-oyning 19-kuni haftaga seshanba vatandaş. Endiki mavzumundaq kurash tajribasiga egami Jungo Tashqi ishlar ministrligi yangi bir bayonot ishga tushdi. Mavzuli xabar 3-oyning 18-kuni Tayvan Markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. 18-kuni hisobli tushdan keyin Jungo Tashqi ishlar ministrligi muxbirlarni kutib olish yig'ini ochdi vatandosh. Bu yig'inda birinchi eng asosli maqsad aytganda Rossiyada yuz bergan saylov o'zgarishi, ya'ni Prezident Vladimir Putinning ikkinchi qatim prezident bo'lib saylanishi. Shuningga munosabatli savol-so'roqlarga javob berish muxbirning. Undan keyin Rais Xi Jinpingning tabrik telegrammas avatganligi degandek bir qator diplomatik faoliyatlar. Shuning uchun 18-kuni shu yig'in muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi Beijingda. Buningdagi bir g'ayri ish hozir dedi yangi bir bayonotchi. Bu yangi bir bayonotchining ismi Lin Jian deb ataladi ekan. Xuddi birinqi ajdor masalalik bayonotchi Joriy Jian degandek buning ismi Lin Jian deb ataladi ekan. Bu kishini yo'tkab kelgan o'ringa men diqqat qilib qoldim vatandoshim. Masalan, qayer desangiz Mustamlik Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang ishlab chiqarish, qurilish Bingtuan, yani. Shu Bingtuanning tashqi ishlar, xorijiy ishlar ishxonasining mudiri ekan bu Lin Jian degan kishi. Shundaqla shu tashqi ishlar ishxonasi partiya yechakisining sekretari ekan vatandosh. Buni Bingtuandan, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan Bingtuandan yo'tkab elib kelib Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchiligiga tayinlabdi. 18-kuni. Buna qachon kelishi qat'iy nazar 18-kuni bunda xalqaro kun bo'lib qoldi-ku. 18-kuni tushdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazibdi. 17-kuni Rossiyada o'tkazilgan Rossiya Federatsiyasi saylov kuni deb Prezident Vladimir Putin yana bir qatim saylovga tushib 87% bilan ovoz bilan g'alaba qildi dedi o'tgan sizlarga. Shuningga munosabatli holda endi Rais Xi Jinpingning avatilgan telegrammasi va muxbirlarning qo'ydigan savoli. Mush savol qo'yilgan vaqtda nima debdi desangiz, Rais Xi Jinping mundaq debdi. 3-oyning 17-kuni saylovda g'alaba qilib prezident bo'lib saylangandan keyin Prezident Vladimir Putin nutq so'zlab Rossiya bilan Jungo munosabati intayin muhim dedi. Ve bu töhfə Vladimir Putin o'ziga va Jungoning Rais Xi Jinpingga mansub dedi. Endi yana bosh davlatning ichki ishi, tashqi ishi, masalan Ukraina Rossiya urushi to'g'risida to'xtaldim yo'q. Bu xabarda mavzuda unda xabarning mazmuni yo'q vatandosh. Biroq Jungo to'g'risida tuyuqsiz to'xtalib, Jungo Rossiya munosabatining bugungi yaxshiligi ve ikki davlat munosabatining intayin muqim bo'layotganligi bu ham Vladimir Putinning töhfisi, ham Rais Xi Jinpingning töhfisi debdi. Xi Jinping dal shu kuni 18-kuni Moskvaga telegramma batib Vladimir Putinning yana bir qatim prezident bo'lib saylanganligini tabriklabdi. Hamda Jungo Rossiya munosabatining taraqqiyotiga yuqori darajada e'tibor beramiz debdi. Bu gaplar koni gaplar, yodlab olgan gaplar, qog'oz yozib olgan gaplar vatandoshim. Gap unda emas, lekin kayfiyat bilan pozitsiyaning o'zi nima desangiz, mana mashinaning qildi diqqatga saqladi vatandoshim. Shundan keyin bundan Rossiya Jungo munosabatining taraqqiyotini texmi ilgari suramiz debdi. Hem Rossiya ittifoqlashdi. Prezident Vladimir Putinni qo'lladi shunglashga bu qatim saylamda
Prezident Vladimir Putin g'alaba qildi debdi. Shu gaplar deyildi. Shunday qildi vatandosh. Xi Jinping tabrik telegrammasi yana mundaq ko'rsatdi. Ishi nimanki deydi. Prezident Vladimir Putinning rahbarligida Rossiya davlatning taraqqiyotini texmo zo'r natijalarga erishtirdi. Bu mayliqa so'rin suhbati, so'rin so'zi, oldida maqtab qo'yish, kaynida qiladigan ishim yo'q, Jungoning qila oladigan ishim yo'q. Mushu tabriknomada o'sha rasmiyat shaklida so'zlagan, ishlatgan jumlalar shundaqki, vatandosh Jungo Rossiya Jungo munosabatiga yuqori darajada e'tibor berdi. Boshda debdi, bu yerda yana debdi. Rossiya bilan zid aloqa munosabatlarni saqlab qolamiz debdi. Yangi davrda Rossiya Jungo munosabatining yangicha taraqqiyotini ilgari suramiz debdi. Bu sapla diplomatiya o'rinda qilingan so'zlar. So'zlangan so'zlar. Endi Jungo tashqi ishlar ministrligi mana diqqati. Bugün tushdan keyin, yani 18-kun tushdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda Reuters agentligining muxbiri shunday savol qo'yibdi. Jungo Rossiya munosabati keyingi qadamda qaysi nishonga qarab taraqqiy qiladi debdi. Beshida bir ikki jumla bor-ku, koni gaplar bor ekan qoldirib o'tdim. Negizlik nuqtasi mana shu Rossiya Jungo munosabati bundan keyin qaysi nishonga qarab taraqqiy qiladi debdi. Biz baş nimdi de evvel sözlügellik şeyimizde bugün ete Rusya Prezidenti Vladimir Putin yeniden saylanıp yani Beijing'ini ziyaret kıldıgan oldu. Xi Jinping Fransa'nı Paris'ini ziyaret kıldıgan oldu. Meng Jijing şundak dedi. Oy Meng Jijing emez. Maci New York Tungan Observer şundak dedi. Hazır bir yerde Lin diyen ifade bildirip de mundaq görüşüptü. Xi Jinping ve Prezident Vladimir Putin'in yetakçiliğinde Jungo Rossiya münasebeti alğa qarab taraqqiy qiladi. Yuqori telegram bilan o'xshash. Reis Xi Jinping'in telegramı bilan o'xshash. Bu yıl Rossiya Jungo diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yili. İki davlat aloqa munosabatini davomlashtirdi. İki davlat qo'shindorchilik, do'stlik munosabatini davomlashtirdi va ching turdi. Umumyüzlük hamkorlikni chunqurlashtirdi. Yangi davrda ikki davlat munosabatining o'zliksiz taraqqiy qilishini ilgari surdi. Reis Xi Jinping telegrammasida nima degan bo'lsa, bu yangidan tayinlangan yoki muxbirlarni kutib olish yig'iniga riyosatchilik qilgan. Xinjiang Bingtuvanlik yoki mustamlika Uyg'uristonni boshqarib turayotgan Bingtuvandan kelgan. Bu diplomat kishi tuyuqsizda paydo bo'lgan diplomat kishi bo'ldi-da bu. Hazır şunu gegepini bilen Reis Xi Jinping'in telegramması mavzusu o'xshashli gap. Ben sizge bir savol qo'yay vatandoshim. Bu diplomatiya sohasida masalan Jungoda bu cho'ng ministerlik ichida hozir tayyor bo'lib turgan bir necha bayonotchi bor, Mouning bor, Hua Chunying bor, Wang Wenbin degan kishi bor, 3 kishi bor. Hozir davomli bayonot qilib turadigan. Davomli qani o'rdigani Mouning degan ayol o'rdiga oldi. Endi 4-chi bu kishini aytibdi. Mushu konu bayonotchilar o'tirg'i chiqmay tuyuqsizlar. Xinjiang Bingtuanda yo'tkab kelingan Lin Jian degan odamning 18-kundagi muxbirlar kutilish yig'iniga riyosatchilik qilib, bu o'tirganda Rossiya Jungo munosabati kun tartibga kelgan. Rossiya Federatsiyasi Prezident Vladimir Putin qayta prezident bo'lib saylangan. Mushundaq bir xalqaro vaziyatga yoki ciddi holatdagi vaziyatga masalan hozir Prezident Vladimir Putinning yana prezident bo'lib saylanishini dunyo xalqi qarshi olmadi. Nurg'un davlatlar buni masxara qildi. İjtimoiy taraqqilarda ham masxara qildi vatandosh. Ham uning ustiga chiqibli bu agar NATO hujum qiladigan bo'lsa, agar kimdir Ukraina qanday qiladigan bo'lsa, atom urushi, yadro qurollari urushi portlaydi, dünya urushi portlaydi degan so'zlarni qilishga boshladi bu odam. Yoki Prezident Vladimir Putin shuni deb turayotganning o'zida hozir Jungoda boshqa tashqi ishlar munosabatlari, tashqi ishlar diplomatlari
yoki bayonotchilari paydo bo'lgan yerda nurg'unlari bor, ko'ngillarida to'tmishi bor. Endi ularni o'ttirib chiqamay, nima ish qilib Shinjang Bentvandan tuyuqsiz elib kelgan bir odamni bayonotchi qilib o'ttirg'i chiqarib, bu qatimki bayonotga masalan 18-kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'iniga riyosatchi. Qaraganda o'zim yosh nimada qiladi bu 34-35 yoshlarda va chiroyiga qarasangiz, mushu paytda endi hozir dedik-ku, Rossiya Federatsiyasi yangi saylam Rossiya Jungo munosabati oxirgi taraqqiyot nishoni nima? Yangi bayonotchi Linjan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Bentvandan yo'tkab kelindi. Masalan, hozir Jungo Kompartiyasi armiyasi hozir hadab g'arbiy shimolga qurol-yarog' yo'tkazyapti. U chiqayotganda bu yerda millatlar Uyg'urlar dedi, tunigan komponentni tunigan Uyg'urlar dedi. Egizga aldı Uyg'ur deb, men uni sizlarga angltamay qoldim, kechiringlar. Tuniga bayonotchi Karkana County onun ismi. Şu Bentvandan azını o g'arbiy shimolga askar yo'tkazyapti. Qurol-yarog' yo'tkazyapti. Amaliyotda hozir g'arbiy shimol Jungoning g'arbiy shimolida Jungo armiyasining armiya qismlari qo'shinining asosli g'arbiy kuchi 60% atrofidagi harbiy kuch g'arbiy shimol bo'lsa Xinjiang Tibet, Qinghai. Mushu o'lkalarga o'rlashtirilgan bu intayin zo'r kuch vatandosh. Xitoyda 4 milyon, 5 milyon armiyasi va askarning 60%ni Xinjiang rayoni, Tibet rayonidagi bu chegara rayoniga o'rlashtirish degan so'zning o'zi maqsadlik degan gap vatandoshlar. Kavutang degan odam hozir shuni dedi. Endilikda yangi fikr nima desangiz, uning askar o'rlashtirishdan boshqa bugun endi Rossiya bilan Jungo munosabati mushuk darajaga yetdi. Ikkisi birlashib Amerika qarshi turamiz degan gapni chiqarib o'tirgan. Men qarasam tabriklayramizda bunday gap yo'q, xabarda bunday gap yo'q. Endi bu nereden aldı uni uqunolmaydi, Kavutang degan ashini debdi. Mushular bilan qo'shib kelsangiz, hozir bayonotchi Linjan yangidan paydo bo'lgan. Anda bu Kavutang'ningki tuniganki fikri askar yo'tkazyapti g'arbiy shimolga degan. Bu ishlardan qarasangiz, anda qo'shimcha hozir Tungan Maju uning qilgan xabari obzorida Vladimir Putin Beijingni ziyorat qiladi. Rais Xi Jinping 5-oyning boshlarida Fransiyani ziyorat qiladi. Endi uni mundaqla tahlil qilish kerak. Fransiya Ukrainaga askar chiqarman dedi. Ehtimal Rais Xi Jinping berib, uning xizmat ishlashi unda qilma deyishi mumkin. Deb shuna faraz qilaylik. Xo'sh, undaqda oxirgi savol sizga vatandosh. Tunigan o'tgan yil 2023-yil 10-oyning 18-kuni. Dal shu kuni qanday berdi? Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika boshchiligida Kanada, Isroiliya, Angliya 4 davlat boshchiligida 51 davlat Uyg'urning kishilik huquqini qo'llab ovoz bergan kun edi. 18-kun New York Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. 18-kuni 10-oyning Beijing. Rais Xi Jinping, Vladimir Putin prezident 3 soatlik maxfiy suhbat. Shunaqmi? Hozir 10-oyda o'tgan yili 10-oyda 2 oy, mana 3 qo'shsangiz 5 oy ichida. Nemish bo'pti prezident Vladimir Putin Jungoni Beijingni yana bir qatim ziyorat qildi vatandosh. Nima taqozolik bu, nima jiddiylik bu? Uning ustiga u yangi prezident bo'lib saylandi deylar hozir. Rossiyada Rus millatchilari. Yani Rossiya xalqi degilim bo'lmaydi. Rossiya xalqi deb chiroyli aytgan gapim yo'q. Bugungi kunda Ukrainaga tajovuz qilib, tajovuzchilik urushi elib berayotgan bir davlatning prezidenti Vladimir Putinni sen yana bir qatim, 5-qatim, 6-qatim degidek prezident bo'lsin deb bilet tashlagan ekan, bu yerda xalq rol o'ynayotgani yo'q. Rus millatining millatchiligi yo'l o'ynayotgan bo'ladi vatandosh. Shundaq ahvolda turganda saylam muhiti, saylam natijasi Jungo Rossiya munosabati yuqoriqidek turganda yana tuyuqsizlar
Yeni saylangan prezident bop saylangan Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin nemiş ki biz bunu tuyuksuz deyimiz de yani tuyuksuzun nemiş ki Cungonu ziyaret kılgan bulup kaldı vatandaş. Ben tüvendi yözkep kilenigen bayanatçı Linjen. Muşnыңдың qarğanda kelgüsü qanda tasavvur kılışınız mümkün vatandaşım. İhtimal bir yedi, ihtimallıkçı koyup Şinjan meselesi bu içe. Müstemlik Uygurustan meselesi bu içe oturgu çıkargan bazı işler bağımı qandaq. Çünkü bir yerde ben tüvendi yözkep kilenigen bayanatçı Linjen degenin üzü meli rast sözlüsün, meli alıcı sözlüsün o ben tüven tuğan imiyken. Demek o Şinjan'ın işlerini, Şinjan Uygur Autonom Rayonunun işlerini köptürüsün, yalgan sözlüsün. O şehirde durup Şinjan doğrusu bir nimeyle diyeleydi o. Desiniz, neymiş ki muşundak beytti ciddi halda 18. gün Rusya'da sayılan Prezident Vladimir Putin 18. gün Beijing'de muhbirlar kütübeleşiğini jığın riyasetçilik kılan kişi bin tüvendin kegen Linjen degen bayanatçı. Yeni bir bayanatçı. 4-5 bayanatçısı mı 5-6. Şulanım oturup çıkırıp koysun bulduğun gibi tuyuzsuz yörköpek gelip. Beijing'de bu muhbirlarını kütübeleş jığını uyuşturup Linjen'ini oturup çıkırıp. Ondan keyin bugün Maju'nun xabardan ben üzem hayran kaldım ha. Vladimir Putin yakında Beijing'ni ziyaret kıldı. Ben bu hayranlığım içinde turay, lekin ben sizge sual kılıp taşıldığım vatandaş, siz tasavvurunuzda bunu bir hazım kılıp bir netice, bir xulos çıkarışınızga işinime vatandaş.